Mercedes-Benz'mi yoki BMWmi? Okey, ichimda Mercedes-Benz, lekin hozir BMW fanatiman. Okey, sotuv e'lonimizga Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC 2023-yilda ishlab chiqarilgan, boriq 11 ming kilometr masofa bosib o'tgan avtomobil keldi. 3 litrli turbina motordan jihozlangan, 367 soat kuchiga ega, 0 km soatga 5-7 sekundda chiqadi. Old qismi to'liq broadband qilingan. Ketti salon qismini bitta ko'ramiz. Buyoqjon mashina вообще свежий ekan, hali hidi ham ketmagan ekan. Okey, boriq 11 ming yurgan, mashina вообще ideal holatda, head-up display, adaptive cruise control, multi-rol, ekranisi, klima podveskasi bor, okey, panoramasi ochiladi. Narxini obunachilarimizga nechta qilamiz? O'zi hozirgi paytda nechtaga sotilyapti bunaqa holatda? Okey, bunaqa holatdagilari 100 ming atrof sotilyapti. Biz podpishchilarimizga 97.900 ga beramiz. Nemetskiy ekan, 23-yil ekan, 11 ming yurgan ekan, 97.900 o'rtoqlar bosib oladigan joyi. Kimga qiziq bo'lsa, Bularjon Motors yoki Benefit Motorsga murojaat qilib qo'ysanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Hammani ham kutib qolamiz.